Dehqonboy hormang endi. Hosil zo'r-ku. Assalomu alaykum, rahmat. Hosil nihoyatda rahmat. Mana hozir motokultivatorda ko'vlatdik. Birinchidan ish vaqti tejamli bo'lar ekan. Tezi kechgacha 5 ta 6 odam ko'vlaydigan joyini mana hozir 1 soat 2 soatda ko'vlab bo'ldik. Ikkinchidan chopilmas ekan kartochka. Kesilmaydi. Chopilmas ekan, lat yemas ekan. Chiroyli qilib terib olsa bo'ldi ekan. Yer ham haydalib qolar ekan. O'tlar o'lib, haydalib chiroyli bo'lib qolar ekan. Xudo xolasa hozir mana bittani o'qilib yursak, bitta haydovni hisobiga ham o'tar ekan u ham. Juda ishim unumli ekan. Motokultivatorni ham chiroyli bo'lar ekan. Kartochka ham lekin qayroq bo'lib yaxshi o'tdi. Katta-katta. Sveji mana yangi ko'vlandi. Mana motoblogimiz naryoqda ishlab turibdi. Mana motoblok. Mana kultivatorda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli bo'lar ekan.